Yaqinda bir bemor keldi. 4 yoshlar bola. Opasi umuman boshqa shikoyatlar bilan keldi. Ishtahasi yo'q, ovqat yemaydi, saylab yeydi. Hamma analizlarni qilganlar. Temirlarni ichirganlar, vitaminlar, appetitliklidan, lekin hech qaysi ta'sir etmagan. Qaranglarki, qiziqli yerini ona o'sha shikoyatni aytmagan. Lekin eng chuqur sababi shu qabziyat bo'lgan. Ichaklarda axlatinoq qilsa, qattiq chiqsa, og'riqli chiqadigan bo'lsa, o'sha qabziyat bor. Qarasa qo'yni ko'maqidan chiqadi. O'sha qabziyatning oxirgi darajalari bola katta tarda chiqasi ham kelmaydi, maksimal darajada ichida ushlab yuradi ekan. B-kisheshnikda so'rilish yo'q. B-kisheshnikda hazm yo'q. Bu bola ovqat yesa kelmaydi, конечно, saylab yeydi, faqatgina chips, kola, shirashapik yeydi. Beda kisheshnik bilan butunlay, ildizi bilan butunlay ishlamasak, necha qimmat dori ichirasiz, necha qimmat analiz etasiz, hech narsa foyda etmaydi. Birinchi navbatda bu yerda biz qabziyatni zo'ratda olashimiz kerak. O't bilan ishlashimiz kerak. O'tdan bo'lsa bizda qabziyat davom qilaveradi. Qabziyatni davolab, keyingi etaplardan biri bu analiz tekshirib, naqs kamisi bo'lsa, уже vitaminlarni biz qo'shib boshlaymiz. Biz avtomatik tarzda qabziyatni davolagandan keyin appetit ishtaha ochilib boshlaydi. Bu yerda biz korreksiya etib, podдержка turishimiz kerak.